Reis, yordam ber. Kava, buni birgalikda qilaylik. Hech kim buni sizga ko'rsatishga to'sqinlik qilmaydi. Shuning uchun obuna bo'ling. Oldingi seriyada vaqt keldimi? Ular bizni tashlab ketdimi? Ular qo'rqishganga o'xshaydi. Unda bu yaponlarni tugatamiz. Reaktorning qizib ketish xavfi katta. Bu nima balo? Biz bunga rozi bo'lmagan edik. Siz bizni teleportatsiya qildingiz. Biz askarlarimiz bilan birga bo'lishimiz kerak edi. Bu bizning g'alaba qozonishimizning yagona yo'li. Agar o'lib ketishni istamasang, jang qil. Biz bir vaqtning o'zida uchta flotga qarshi jang qila olmaymiz. Hamma chekining. Tezroq menga suvga suzish uchun narsa bering. Dushman flotining aksariyati qochib ketdi. Biz yaponlar flotini osongina yo'q qilamiz. Biz qarshilik ko'rsata olmaymiz. Biz chekinishimiz kerak. Ingliz floti asta-sekin chekinishmoqda. To'liq tezlik bilan oldinga. Ular qochib ketishmadi. Leviathan bizni aldadi. Biz barcha kuchlarimizni ularni Tinch okeanida kutib olish uchun safarbar qilganimizda u asosiy flotini Atlantika okeaniga ko'chirdi. Va endi ular AQSh tomon tezlik bilan suzib kelishmoqda. Tinch okeanidagi flotimiz ularni kutib olish uchun bunchalik tez harakat qila olmaydi. AQShning butun sharqiy qirg'og'ida harbiy holat e'lon qiling. Qirg'oqning chizig'ini mustahkamlang. Tanklar, samolyotlar, bizdagi barcha monstrlarni safarbar qiling. Ey yo birodarlar, obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Yangilari tez orada. Ovoz berdi UzRevolt.